sotuvdagi andazam. Oldi, orqa, yengi uzun. Oldida ham mana hamma bitishkalar joyiga tushgan. Bitishkalar bor. Hozir men oldi qismidan mana ishlatasiz, hammasi mana bir-biriga to'g'ri keladi. Oldi qismidan hozir ikkinchi yubkasini olishni ko'rsataman sizlarga. Bundan yubka shimlarda ishlatsanglar bo'ladi, etek qismini ham. Ikkitasi birda andaza. Mana 29 bo'lsa, hozir olaman. Xuddi shunday chiziladi. Mana yubka bo'ldi. O'tichkasi. Olib tashlaymiz, mana yubka. Ovotganimizda yubkaga 1 sm yonidan qo'shib yorib, unda olib kelib ulaveramiz. Mana oldi. Yubkasi tayyor bo'ldi. Bu yubkadan o'tirish balandligini o'lchaymiz. O'tirish balandligini o'lchaymiz deb, bu yerdan shimni og'ini chiqarsanglar ham bo'ladi. Shimni og'i chiqadi, pastga tushadi. Mana bundan shim qilsanglar ham bo'ladi. Shimmat yubka qilinadigan bo'lsa, har xil yubka etaklarini ishlataverasizlar. O'rtasi bu buklov bo'ladi. Buklov. Har xil yubkalar qilsanglar bo'ladi, klinli yubkalar qilsanglar bo'ladi. So'nsa qilib yubkalar qilsanglar bo'ladi. Mana shu andazamdan foydalanib, pastini ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana yubkaga. Orqasini ham, mana oldini ham.